بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز جماعة المسلمين، aka birodarlar, xush kelibsiz. Robbul alamin bugungi jumamizni ham xayri muborak qilib, ne umidlarda o'zining uylaridan bir uyga, masjidga qadam bosib keldik. Qadamlarimiz barobarida u zot marhamatini bizdan dariq tutmay, ajr mukofotlarini bersin. Qadamlarimiz barobarida va hatto undan da ko'p bo'lgan gunohlarimizni, xatolarimizni af aylasin. Zero u zot Al-G'afur Ar-Rahimdur. Amin ya robbal alamin. Bugungi juma mavzusi yoshlar tarbiyasi, ulkan mas'uliyat mavzusida. Bugun e'tiboringizga aytamizki, bugungi juma yangi hijriy sananing ilk jumasi. Yangi hijriy sana kirib keldi. 1447-yil hijriy sanasi. Bugun 2-Muharrammi? Ya 1-Muharram? 2-Muharram. Alloh taolodan bu Muharram oyini bizda xalq tilida Oshura oyi deyiladi. Va butun boshli hijriy sanani dunyoyimizga ofiyat va baraka yili aylashini so'raymiz. Biz shu tunda, kecha almashayotgan tunda duolarni qilib ko'rsatdik. Salaflarimizdan urf bo'lgan yilning oxirgi kuni va yilning boshlang'ich kunida ma'sur bo'lgan duolar. Yilning oxirgi kundagi duo mag'firatga asoslangan duo bo'lishini aytdik. Yilning boshidagi duo esa inoyat so'rab, Allohdan yordam so'rab qilingan duo bo'lishini aytdik va o'sha inoyat duosini oxirgi jumlasiga e'tiborlaringizni qaratdimki, Alloh taolodan so'rayapmiz, Allohim o'zingga yaqinlashtiradigan amallar bilan mashg'ul qilib qo'ygin deb duo qildik. O'zingga yaqinlashtiradigan, ya'ni to'g'ri, yaxshi, manfaatlik, mazmunlik amallar, solih amallar bilan mashg'ul qilgin deb duo qildik. Chunki do'stlar, bema'ni narsalar bilan, buni shariat tilida mala ya'ni deydi. Mala ya'ni narsalar bilan, ya'ni behuda narsalar bilan mashg'ul bo'lish Allohning bitta balosidir, balkim azobidir. Behuda narsa bilan mashg'ul bo'lib qolsa odam, yaxshilik to'g'rida bo'lmaydi, u yomonlik to'g'rida bo'ladi. Ya'ni yomonlik yo'lida bo'ladi. Alloh saqlasin bizni behuda narsalarga mashg'ul bo'lib qolishdan. Buning misoli ko'p. Butun dunyo Eron bilan Isroilda urushiga ko'z tikib duo qilib turibdi, tinchlik so'rab. Bizda xalqimiz 2 kun meni krasovkamni muhokama qilishdi. 2 kun. Men bilan o'g'limni krasovkasini. Bu falon pullik krasovka, bu falon pullik krasovka. Aslida bu narsa uyushtirilgan, buni bilaman. Kimlar buni uyushtirdi-yu, nima maqsadda uyushtirishdi, ularga kuchim yetmaydi. Shuning uchun ularni Allohga topshirib qo'ydim. Hammalari hisobini berajak. Faqat biz shu 2 kun behuda narsaga, keraksiz narsaga mashg'ul bo'lib qoldik. Biz doim aytamizki, inson boshqa odamlarni muhokama qilmasin, o'zi bilan ovora bo'lsin, o'zini muhokama qilsin deymiz. Ammo shu kunlari shu qadar o'tib ketdikki, odam qolib endi krasovkalarning muhokamasiga, oyoq kiyimning muhokamasiga o'tib ketdik. Men ajablanaman do'stlar. Yirtiq krasovka qahramon bo'lib, tuzuk krasovka muttaham bo'lgan jamiyat qanday jamiyat bo'ladi? Tushuning shu gaplarimni. Qanday jamiyat bo'ladi? Axir davlatimiz siyosati kambag'allikka qarshi kurash siyosatini olib boryapti. Bu nima degani? Kambag'allikka kurash siyosati. Xalqni boy qilish yo'lidagi siyosat. Xalqni boy qilish yo'lidagi siyosat degani. Menga qo'yilgan asosiy iddao, xalq qiynalib turgan mahalda sen hashamatli hayotingni ko'rsatyapsan deyapti. Hashamatli hayotni ko'rsatganlar boshqa. Boshqalar u.
agar krasovkalar muhokama qilinishi kerak bo'lsa, boshqa krasovkalar muhokama qilinishi kerak. Buning uchun aslida noto'g'ri fikrlash, noto'g'ri o'ylash. Shuning uchun yilning boshida duo qildikki, Parvardigor olam bizni kerakli narsalarga va o'zi rozi bo'lib o'ziniga yaqinlashtiradigan amallar bilan mashg'ul qilsin. Behuda narsalarga mashg'ul bo'lishdan Allohning o'zi saqlasin. Bugungi mavzuimiz aytib o'tdikki, yoshlar tarbiyasi ulkan mas'uliyat. Endi keling shu tarbiya so'zidan boshlaymiz. Chunki tarbiya deb ishlatadigan so'zimiz, murabbiy deb ishlatadigan so'zimiz Alloh taoloning Robb ismi bilan o'zagi bitta ekanligini ko'p yillar oldin gapirib bergandim bir ma'ruzada. O'zagi bitta. Alhamdulillahi robbil alamin deydi Alloh taolo. Sura Fotihaning 1-oyatida Alloh taolo o'zining Robb ismini e'lon qilyapti bandalariga. Olamlarning Robbisi bo'lgan Allohga hamdlar. Olamlarning Robbisi degani tarbiya kunanda deydi farsiy tilda. Tarbiya qiluvchi zot degani. Ya'ni eng katta murabbiy Allohdir. Shuning uchun aytamizki, murabbiylik yengil soha emas ekan. Sharaflik, ulkan vazifa ekan murabbiy bo'lish. Aslida hammamiz murabbiy bo'lamiz. Oilamizda, farzandlarimizga, yaqinlarimizga, ishxonada shogirdlarimizga, xodimlarimizga murabbiy bo'lamiz. Hammamizning murabbiylik qismimiz bor hayotimizda. Eng katta murabbiy, eng ulug' murabbiy Janobi Haq subhanahu va taolodir. Xo'p, endi shu tarbiya so'zi ushtuqqat kalimatu tarbiyati min al-murabbi alladhi yughdi man yahtaju li taghdiyati nafsiyatin aw jasadiyatin hissiyatin aw ma'nawiyatin li sigharin aw faqdin lil ahliyya. Tarbiya kalimasi murabbiydan olingandir. Ya'ni hozir aytgan gapimizni arabiysini aytyapman. Ya'ni Robb so'zidan olingandir, ishtiqoq qilib olingandir. Murabbiy nima degani? Murabbiy o'ziga nafsiy yoki jasadiy, hissiy yoki ma'naviy ozuqaga muhtoj bo'lgan odamlarni ozuqalantiruvchini murabbiy deyiladi. Hali dast marosimlarda endi domlaga aytamizki, ovqatlanib bo'lgandan keyin jasadlarimiz ozuqa oldi, endi qoraka ruhimiz ham bir ozuqa olsin deymiz-ku. Shunday shu so'zlar oldin ko'p bo'lardi, hozir kamayib ketyapti. Bir ma'ruza qilib bering deylardi. Chiroyli gap mana shu gap. Murabbiy degani shu ekan. Jasadiy yoki nafsiy, hissiy yoki ma'naviy ozuqaga muhtoj bo'lganlarga ozuqa beradiganga murabbiy deyiladi. Alloh taolo murabbiydir. Yoki yoshligi uchun yoki ahlini yo'qotgan odam ham, masalan, yo'qotgan kishi yoki tomon muhtoj bo'lishi mumkin ozuqaga. Ularga ozuqa beradiganlarga murabbiy deyiladi. Va Robbu subhanahu va taala huvallazi yurabbi xalqahu. Robb Alloh subhanahu va taolo xalqini tarbiya qiladi. Ya'ni tarbiya so'zining ma'nosi nazoratdir, birodarlar. Doimiy parvarishdir. Alloh taolo Robbligini lahza to'xtatsa bormi, sayyoralar izdan chiqib ketadi, olamlar buzilib ketadi. Murabbiy ham murabbiyligini, tarbiyachiligini to'xtatsa bormi, farzandlar yo'ldan chiqadi, tarbiyalanuvchilar buzilib ketadi. Ba'zan xabarlarni eshitib qolasizki, bog'chalarda 1 yoshlik, 2 yoshlik bolalarning halok bo'lganligi voqeasi eshitilib turadi. Yurakni ezadi. Bir bola suvga cho'kib ketdi, bir bolani bog'chada tok urdi. Nima uchun? Murabbiy uni ko'zdan qochirgani uchun. Murabbiy unga qaramay qoldi. Ko'zdan qochirdi, bola yugurib ko'chaga chiqib ariqqa tushib ketdi. Murabbiy ko'zdan qochirsa, bola halok bo'ladi yoki yo'ldan chiqadi. Alloh taolo ham Robbligini to'xtatsa, olimlar izdan chiqib ketadi. Bima'na yughdihim bi ni'amihi az-zohirati wal batina. Alloh taolaning Robbligi bandalarga zohiriy yoki botiniy, zohiriy degani ko'rinadigan, botiniy ko'rinmaydigan ne'matlar bilan ozuqa beradi. Fal ata'u minhu ta'ala yusifu ar-rububiyyah. Alloh taolaning bandalarga ato qilishi aslida Allohning rububiyatini tafsir qiladi. Rububiyatning sifatidir. Allohning Robbligining sifati aslida bandalarga ato berishidir.
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في الصغار قبل الكبار. Payg'ambar Efendimiz yosh bolalarga ana shu tarbiya ozuqalarini, ma'naviy ozuqalarini, odob, taomlanish odobi, tahorat odobi, o'tirish, uxlash, so'zlash, yurish, ulovga minish va hokazo odoblarni yoshlarning qalbiga ekardilar. Fayaqulu li ibn Abbas radhiyallohu anhuma. Abdullah ibn Abbas yosh bolaligida payg'ambar alayhisolamning ulovlariga mingashganlar. Rasulullohning orqalaridan o'tirib, quchoqlab o'tirganlar bellarida. Jiyanlari Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbosga aytayaptilar, u zot aytganlarki, "İz kana gulaman ibn Abbasin", yosh bola edi ibn Abbos, "Ya gulam, ey bola" deyaptilar payg'ambar. Ala a'lamuka kalimat yanfa'uka Alloh bihinna? Allah senga manfaat beradigan kalimalarni senga o'rgataymi dedilar. Ihfazillah yahfazka. Sen Allohni muhofaza qil, ya'ni rioyasini Allah seni muhofaza qiladi. Alloh taologa bo'lgan munosabatingni himoya qilib yur, o'zing to'g'rilab yur, Allah seni muhofaza qiladi. Ihfazillah tajiduhu amamaka. Allohga bo'lgan muomalangni rioyasini qilib yur, Allohni doim yoningda topasan. Yani Allah sen bilan birgadir deganlar ma'no. Izasta'anta fasta'in billahi. Qachonki yordam so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan yordam so'ra. Va iza sa'alta fas'alillah ta'ala. Agar bir narsa so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan so'ragin. Jaffatil aqlamu. Qalamlar quridi. U yozgan qalam quridi. Va rufi'atis suhufu. Yozilgan sahifalar ko'tarildi. والذي نفس محمد بيده لو جهدت الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك. Muhammadning joni qo'lda bo'lgan zotga qasamki, agar ummat to'planib olib senga bir narsada manfaat bermoqchi bo'lsalar, Allohning senga yozganligini manfaat bera oladilar, undan ortig'ini emas. Xuddi shunday Muhammadning joni qo'lda bo'lgan zotga qasamki, "Walau jahadatil ummatu ala ay yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad kataba alayka." Ummat to'planib olib senga zarar bermoqchi bo'lsa, Alloh yozgandan oshchasini bera olmaydi. Go'zal e'tiqod. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yosh bolaning qalbiga aslida aqidani ekyaptilar. Odob berish bilan aqidani, e'tiqodni joylashtiryaptilar. ويقول لعمر بن أبي سلمة أبو سلمة رضي الله عنه vafot qilgandan keyin Ummu Salamaga uylanganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Chunki Ummu Salama bolasi ko'p ayol edi. Himoyaga va yordamga muhtoj edi. Rasululloh uni o'z himoyalariga olganlar, bolalarni tarbiya qilganlar. Abu Salamaning o'g'li Umar degan o'g'li yosh bola Rasulullohning qo'llariga tushdi tarbiyaga. Shu Umarga aytayaptilarki, dasturxonda ovqatlanib o'tirganlarda Umar Rasulullohning ollaridagi go'sht torta boshladi, ovqatdan. Yosh bolalar shunday qiladi-ku, Rasulullohning ollaridagi go'shtni torta boshladi. Shunda Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umar ibn Abi Salamaga aytayaptiki, "Ya g'ulam, sammillah, bismillah ayt" deyapti. Oldin bismillah ayt. Va kul bi yaminika, so'ngra o'ng qo'ling bilan yegin. Va kul mimma yalika, so'ngra oldingdan yegin. Biroda oldan emas. 3 ta buyuk odobni o'rgatdi. Yosh bolalarga o'rgatishimiz kerak bo'lgan. Bismillah aytib ovqatlan, ovqatni o'ng qo'ling bilan yegin va oldingdan yegin. Birovning oldidan emas. Shunday o'rgatdilar. Ya'ni unga taomlanish va majlisda o'tirish odobini uning qalbiga ekdilar. Yoki sibtilari, arab tilining boyligiga bitta misol, biz nevara deb qizni bolasiga ham, o'g'ilni bolasiga ham nevara deymiz. Arab tilida qizni bolasiga boshqa nom aytiladi, o'g'ilni bolasiga boshqa deyiladi. O'g'ilni bolasiga hafid deyiladi, nevaraga. Qizni bolasiga sibt deyiladi. Shuning uchun Hasan va Husaynlarga sibtaynir rasul deydi. Payg'ambarning sibtlari, ya'ni qizlardan bo'lgan nabiralar degan ma'noda. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu ga payg'ambar alayhisalom kih ama ta'rifu anna la na'kulu sadaqa degan gaplari bor. Ya'ni bu voqea bunday bo'lgan. Bir kuni Rasululloh alayhisalomning huzurlariga zakot moli sifatida xurmo to'kiladi. Xurmo uyum bo'lib ketadi. Hasan yosh bola kelib bitta xurmoni sadaqa moldan olib og'ziga solib chanay boshladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rinlardan sakrab turganlar.
Kih deb arab tilida to'xta degani qaltis vaziyatda. To'xta deb borib bolaning og'ziga barmoqlarini suqib, chaynalgan xurmoni qaytarib olganlar. Xurmaga qo'shib qo'yganlar va Hasanga aytayaptiki, bilmaysanmi bolam, bizga sadaqa halol emasligini, biz sadaqa emasligimizni bilmaysanmi deganlar. Go'zal odob, go'zal o'rnak bor. Bolalarni boqish vazifam ekan deb ota ko'chadan topganini olib kelib yediraversa farqlamasdan, Alloh taolo ham uning do'zaxning qaysi eshikdan kirishini farqlamaydi. Chunki janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, la yadkhulul jannata jasadun ghuziya bi haromin. Haromdan o'sgan jasad jannatga kirmaydi. Haromdan o'sgan go'sht, ya'ni jasad do'zaxga o'tin bo'lishdan boshqa narsaga yaramaydi dedilar. Ya'ni bola biz bo'lsak balkim bolada nima bolaga gunoh bo'lmaydi-ku dermidik. Bitta chaynabdi endi keyingisini yemaydi dermidik. Ammo haromdan hazar qilishlikka go'zal o'rnak Rasulullohdan. Otalarga, murabbiylarga o'rnak. Bolangizning luqmasiga yarimta xurmo bilan bo'lsa ham harom ketishiga aslo rozi bo'lmang. Chunki harom baribir haromga tortib ketadi dedilar qiblagohim rahmatullohi alayh. Harom haromga tortib ketadi, halol halolga tortib ketadi deb aytardilar. Yarimta xurmo bo'lsa ham, yarim og'iz narsa bo'lsa ham haromligini ko'rsatadi. Bir joydan boshqacha bo'lib chiqib keladi o'sha narsa. Shuning uchun farzandingizni luqmasiga bir xurmo, yarim xurmo bo'lsa ham haromni ketishligiga rozi bo'lmang, agarchi bolaning og'ziga barmoq suqishga to'g'ri kelgan taqdirda ham. Mana murabbiyning go'zal ishlari qanday bo'lishiga ajoyib bir misol. Do'stlar, qonunni bilmaslik javobgarlikdan soqit qilmaydi deyiladi. Xuddi shunday johillik, jaholat uzrni ifoda qilmaydi. Bilmaslik kishini qutqarmaydi. Men jannatni bilmagan ekanman, do'zaxni bilmagan ekanman degan odam do'zaxdan qutqarilmaydi agar do'zaxi bo'lsa. Menga otam o'rgatmagan, menda gunoh yo'q deyishga hech kimning haqqi yo'q. Ya'ni ad-dalilu ala anna al-jahla laysa uzran. Jaholatni bilmaslikning uzr yo'qligiga dalilni eshiting. An ibn Buraydata an abihi radhiyallohu anhu. Burayda otasidan rivoyat qilyapti. Otasi sahobiy bo'lgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keltiryapti. Qala an-nabiy alayhi salatu vassalam, al-qudatu thalatha. Rasululloh aytayaptilarki, qozilar 3 toifa bo'ladi. 3 xil bo'ladi qozilar. Wahidun fil janna va ithnani fin nari. 3 tani biri jannatda bo'ladi, 2tasi do'zaxda bo'ladi dedilar. Bir xil toifa qozi jannatga kiradi. Qolgan 2 xil toifa do'zaxda bo'ladi dedilar. Fa amma alladhi fil janna farajulun arafa al-haqqa faqada bihi. Jannatga tushadigan qozi haqni biladi, haqiqatning tagiga yetadi va haq bilan hukm qiladi. Haq bilan hukm qiladi. Ana shu qozi jannatga kiradi. Va rajulun arafa al-haqqa fajara fil hukmi fa huwa fin nari. Ikkinchi do'zaxga tushadigan qozining biri esa haqni biladi, haqiqatni biladi, lekin hukmni jabr bilan qiladi. Nohaq hukm qiladi. Masalan, zakos bo'lishi mumkin. Nohaq qo'rqmaydi. Birovni badnom bo'lib ketishini qo'rqmaydi, o'ylamaydi. Birovni oilasini parokanda bo'lishi uni xavotirga solmaydi, seskanmaydi. Nohaq birovni yillab qamab yuborish uni seskantirmaydi. Unday qozi do'zaxda bo'ladi dedilar. Va rajulun qada lin-nasi ala jahlin fa huwa fin-nari rawahu Abu Dawud as-Sijistani. Imom Abu Dawud rivoyat qilgan ekanlar bu hadisni. Endi 3-toifa qozi do'zaxga tushadigan qozi. Odamlarga hukmni jaholat bilan qiladi, bilmasdan qiladi. Uni qozini hukmni bilmasdan qilishligi do'zaxdan qutqarmadi mana. Uni do'zaxiy deyaptilar payg'ambar alayhisalom. Ko'rdingizmi? Jaholat hech qachon uzrga sabab bo'lmaydi. Bolamizga o'rgatmasligimiz, o'zimiz ham o'rganmasligimiz bizga uzrga ruxsat bermaydi. Shuning uchun bolalarni o'qitamiz, bolalarni tarbiya qilamiz. Bolalar haqida
qayg'uramiz. Bolalar tarbiyasini avvaldan boshlaymiz. Abul Asvad ad-Duali degan zot o'tganlar. Qur'onga birinchi harakatlarni, nuqtalarni qo'ygan zot. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ning topshiriqlari bilan tobiin bo'lgan Abul Asvad ad-Duali nahvu olim bo'lgan va tobiin bo'lgan. Biz bugun Qur'onni oson o'qishimizga ana shu odamning xizmati bor. Qur'onga harakatlar qo'yib chiqqanlar. Ya'ni bunga voqea bo'lgan, sabab bo'lgan voqea Hazrat Alini xalifalik mahallarida radhiyallohu anhu Tavba surasidamidi, hozir eslasam agar, bir oyatni bir qori, ajam qori, arab bo'lmaganlarda ajam deyiladi. Ajam bir qori harakatni noto'g'ri qilib o'qidi. Ya'ni ani u yoki ani i qilib o'quvdi, ma'no o'zgarib ketadi. Harakat u yoqda tursin Qur'onda. Bir harfni mahrajdan chiqarmasangiz o'zgarib ketadi. Masalan, eng oddiy bir misol, hamma aytadigan bir misol. Al-Khallaqul Alim deydi. Alloh taolaning ismlari. Al-Khallaq yaratuvchi va hamma narsani biluvchi Alloh. X harfining chiqadigan mahraji bor, halqumning o'rtasidan chiqadi. Ammo shu halqumning o'rtasidan emas, xini h deb halqumning pastidan chiqarib qo'ysak, Hallaqul Alim desak, unda nima bo'ladi? Mohir sartarosh degan ma'no chiqib qoladi. Hamma narsani bilib turuvchi Alloh degan ma'no qayerda? Mohir sartarosh degan ma'no chiqib qoladi. Bitta harfning mahrajdan chiqmasligi bilan. Endi harakatlar o'zgarsa, endi bilaverasiz qanday ma'no o'zgarib ketadi. Ana shunda Hazrat Ali radhiyallohu anhu olimlarni to'plagan, boshiga Abul Asvadni qo'yganlarda, endi kelinglar og'aylar ishlanglar. Qur'onga harakat qo'yib chiqinglar, bo'lmasam ajablar noto'g'ri o'qiyapti ajamlar. deb ana shu zot Abul Asvad ad-Duali radhiyallohu anhu bo'lganlar va bu odam o'g'illariga aytayaptilar. Laqad ahsantu ilaykum sigaran va ahsantu ilaykum kibaran va ahsantu ilaykum qabla an tuladu. Ey bolalarim, ey o'g'illarim, men sizlarga yoshliklaringda yaxshilik qildim sizlarga. Katta bo'lganlaringda ham yaxshilik qildim. Hatto sizlar tug'ilishlaringdan oldin sizlarga yaxshilik qilganman dedilar. Shunda o'g'illar aytdiki, otajon dedilar. Amma ihsanaka lana kibaran faqad arafnahu. Bizga katta bo'lganimizda qilgan yaxshiligingizni bilamiz. Va amma ihsanaka lana sigaran fama ankarnahu. Yoshligimizda bizga qilgan yaxshiligingizni esa inkor qilmaymiz. Fa kayfa kana ihsanak lana qabla an nulad. Biz tug'ilishimizdan oldin bizga qanday yaxshilik qilgansiz? Shunda otalar aytdiki, li'annani takhayyartu lakum umman la ta'ayyaruna biha. Sizlar oriqamaydigan munosib onalaringni tanlab sizlarga tug'ilishlardan oldin yaxshilik qilganman dedilar. Ha. Otaning eng katta bolasiga yaxshiligi bilasizlarmi? Unga munosib ona tanlashdan bo'ladi. Endi otalarning bolalarga nisbatan munosabatda bir ajoyib bir misolni qarang. Said ibn Musayyib tobiinlardan. Said ibn Musayyib radhiyallohu anhu o'g'illariga aytganlarki, "Vallohi anni la azidu fi solati min ajlik." Ey o'g'lim, Allohga qasamki, seni deb men ba'zan namozimni ziyoda qilaman degan. Ko'proq namoz o'qiyman sening uchun deganlar. Ya'ni biz Alloh uchun o'qiymiz, ammo sening ajlingdan, sening sababingdan ey o'g'lim ko'proq namoz o'qiyman deyapti. Ya'ni ota bolasiga salohiyat so'rab, panoh so'rab, insof, tavfiq tilab Allohga ko'proq yolvoradi, ko'proq sajda qiladi. Shuni aytayaptilar mashhur tobiin Said ibn Musayyib radhiyallohu anhu. Yusalla ala kulli mawludin mutawaffa. Har bir tirik tug'ilgan chaqaloqqa janoza o'qiladi, bilasizlar. Va in kana li ghayyatin, agar o'sha chaqaloq zinodan bo'lgan bo'lsa ham, valadi zino bo'lsa ham, tug'ildi, o'ldi, unga janoza o'qiladi. Min ajli annahu wulida ala fitratil islam. Nima uchun shunday qilinadi? O'sha bolani islom fitratida tug'ilganligi yuzasidan. Yadda'i abawahu al-islama. Ota-onasi musulmonligini da'vo qiladi yoki otasi musulmonligini da'vo qiladi, onasi nasroniy bo'lsa ham yoki boshqa dinda bo'lsa ham. Izzastahalla sarihan sulla alayhi. Agar o'sha vafot qilgan chaqaloq qichqirib turib keyin vafot qilgan bo'lsa, ovoz chiqarib vafot qilgan bo'lsa, unga janoza o'qiladi. Chunki u tirik deb ehtimol qilinadi, tirik deyiladi. Agar ovoz chiqarmagan bo'lsa, unda u o'lik tug'ilgan deb ehtimol qilinadi va unga janoza o'qilmaydi.
inson bolasi e'tiboridan uni bir parcha etni, go'shtni lattaga bog'lab o'rab tuproqqa qo'yiladi. Ammo ovoz chiqarib so'ngra vafot qilgan bo'lsa, tirik deyiladi, u kafanlanadi va janoza o'qiladi, do'stlar. Nima uchunligini ana bu hadisda aytayaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu hadis sharifni Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilganlar. Qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Ma min mawludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Ba'zi rivoyatlarda esa aw yusharrikanihi ham deyilgan ekan. Har bir tug'ilgan bola fitratda tug'iladi. Fitrat degani islomni qabul qilish holati. Uni pokiza holati fitrat degani. Ammo uni nasroniy qiladigan, yahudiy qiladigan, uni majusiy qiladigan yoki uni mushrik qiladigan uning ota-onasidir deyildi. Nima uchun uni musulmon qiladigan demadilar payg'ambar islom? Chunki fitratni o'zi musulmonligini ifoda qiladi deydi ulamolar. Har bir tug'ilgan bola musulmon holatda tug'iladi. Fitratdan murod mana shu deydi. Shuning uchun hadisda uni musulmon qiladigan demadilar payg'ambar islom. Balkim ota-onasi yahudiy bo'lsa yahudiy qiladi, nasroniy bo'lsa nasroniy qiladi, majusiy bo'lsa majusiy qilib tarbiyalaydi degan ma'noda aytdilar. Endi qarangki, bu hadis sharifni muhaddislar ota bola bobida keltirmaganlar. Bu hadisni taqdir bobida keltirganlar. Bu tarbiyaning taqdirga bog'liqligini ko'rsatadi. Tarbiya vojibligini ko'rsatadi, tarbiya nazorat va parvarish ekanligini anglatadi. Bu hadis sharifni Ibn Shahob Zuhriy radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar, aslida keltirganlar. Bu hadis yana davom etadi, lekin shu hadisdagi ajoyib bir ma'nolarga diqqatlaringizni tortmoqchiman. Takhsisul validayn biqawlihi sallallohu alayhi va sallam fa abawahu yuhawwidanihi ma'a anna al-mawluda qad yakunu 'inda ghayri abaihi. Biz sizlarga aytgandik, tug'dirgan ota-ona demoqchi bo'lsa Qur'on valid so'zini qo'llaydi. Ammo ota, amaki, bobo, otani o'rniga o'tirgan do'st, masalan, bularni ifoda qiladigan so'z abun kalimasi. Abun kalimasi. Bu yerda payg'ambar alayhisalom abawahu deyaptilar. Abawahu, ya'ni abawahudan murod otasi ham bo'lishi mumkin, bobosi ham bo'lishi mumkin, amakisi ham bo'lishi mumkin. Nima uchun abawahu dedilar, validahu demadilar deyapti bu ulamolarimiz. Chunki bola otaning qo'lida, otadan boshqani ham qo'lda bo'lishi mumkinligi uchun deyapti. Otani masalan bola otani emas, boshqaning qo'lida tarbiya topishi mumkin. O'gay otaning qo'lida tarbiya topishi mumkin yoki bolalar uyida tarbiya topishi mumkin yoki mutlaqo bir homiy, saxiy odamning qo'lida tarbiya topishi mumkin. Shuning uchun validahu demadilar, abawahu dedilar. Endi men bu hadis sharifdan yana kengroq bir sharhlarga o'tmoqchiman. Bola tug'ilganda fitratda tug'ilar ekan, sof tabiatda. Ammo uni nasroniy yoki majusiy yoki yahudi yoki mushrik degani badbaxt degani. Mushrik qilib qo'yadigan ota-onasi deyaptilar. Yoki ota-onasini bu yerda abawahu kelgani uchun bobosi bo'lishi mumkin. Bobosining bobosi bo'lishi mumkin. Mana shu hadis sharif birodarlar, genning borligiga yorqin dalildir. Irsning borligiga dalildir. Chunki ota-onalar farzandlariga faqat mol dunyonigina meros qoldirmaydilar. Ota-onalar farzandlariga, ajdodlar ya'ni bobolar yechilmagan muammolarni ham meros qoldirishi mumkin. Yo'q deysizmi? Axir qarzni meros qilib qoldiradi-ku. Janozada so'raymiz-ku. Otangizni mabodo qarzlari bo'lgan bo'lsa, hujjat guvohlar bilan kelsalar siz ado etasizmi deb so'raymiz o'g'lidan. Ha, ado qilaman desa, biz aytamizki, bu mayyit haqqul abdan qutuldilar. Endi janozalarni o'qiymiz deymiz. Qarzi bo'lsa janozasini o'qilmay turadi. Qarzni qoldiryapti-ku. Qarz muammo emasmi? Qarz eng katta muammo. Ota-ona demak muammolarni qoldirishi mumkin ekan bolasiga. Shuning uchun har bir ota-ona iloji boricha muammosini o'zi yechib ketsin. Bolasiga qoldirmasin. Ba'zan muammolar avlodlar o'zra davom etib keladi. Yana ikkinchi dalilni eshiting. Qur'onda Hazrati Xizr bilan Hazrati Musa alayhisalomlar ikkita yetim bolaning
devorini tiklab qo'yganligi voqeasi. Ahlan, sahlan, tafaddalu. Ikkita yetim bolani devorni tiklab qo'ygan voqeasini qarang. Ikkita yetim bolaning ismi kelmaydi Qur'onda. Diqqatlaringni tortmanglar. Ikkita yetim bolaning ismi kelmaydi Qur'onda. Ikkita yetim bola deyiladi. Lekin ularga xizmat qilayotgan zotlar kimlar? Hazrat Musa Qur'onda eng ko'p zikr qilingan payg'ambar, ulul azm payg'ambar. Hazrat Xazir hadis sharifda ismi kelgan zot. Ikkita buyuk zot noma'lum, ismi ham aytilmaydigan ikkita yetim bolaga tekinga mardikor bo'ldi. Nima uchun deyapti? Va kana abuhuma soliha dedi Qur'on. Chunki o'sha ikkita yetim bolaning otasi solih odam bo'lgan dedi. Alloma Ibn Kathir rahmatulloh alayh abun kalimasidan kelib chiqib ularning 7-otasi deydilar. 7-otasi solih odam bo'lgan. Salohiyat 7 avlodga davom etgandan keyin sayyiat nima uchun davom etmasligi mumkin? Yomonlik albatta davom etadi. Buni gen deydilar. Bugun aqli yetmagan odamlar tuppa-tuzuk genni inkor qilib turgan mahallarda mana shu ilmlarni o'qib olishlarini ularga tavsiya qilamiz. Irs dinimiz bu ilmni inkor qilmaydi, balkim bu ilmni asoslab beradi. Rivojlantirib beradi. Foydalanish yo'llarini o'rgatadi. Mashalloh. Bu hadisni sharhi yana davom etadi aslida, ammo vaqtimiz tor bo'lyapti. Endi do'stlar, mana yoz oldimizda. Bolalar maktabi yo'q, bekorchi qoladi. Aynan shu bolalarimizni bekorchi qolmasligi uchun, ularni doim nazoratga olib turishimiz uchun, kuzatib turishimiz uchun bugun sizlarga biz ogohlikka chaqiryapmizki, bolalarni ko'zdan qochirmang. Masalan, xabar beryapti o'sha statistik ma'lumotlarda, hozir yoz oyi bolalar cho'miladigan oyi. Mana bu yerda keldi bu gap. Hozir buni aytish kerak ota-onalarga. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra birgina iyun oyida oqar suv hamda dalalardagi sug'orish uchun qilingan sun'iy suv havzalarida 10 dan ziyod bolalar cho'kib o'lyapti bir oy ichida. Cho'milish mavsumi bo'lgani uchun. Bolalarni xavfli joylardan asrab avaylash kerak do'stlar. Xavfli joylardan. Xuddi shunday bolalarni xavfli odamlardan asrab avaylash kerak. Ya'ni xavfli odamlar qayerda? Telefonlarda. Shuning uchun dinimiz ilm ma'rufdan olinadi degan qoidani ilgari surdi. Ilm ma'rufdan olinadi. Ilm ma'lumdan olinadi. Ilm noma'lumdan olinmaydi. Ustozlikka loyiq odamlar ustozlikka tanlanadi. Do'stlar, shogird tanlangandek ustoz ham tanlanadi. Chunki ilm omonatdir. Shuning uchun internet ustoz bo'la olmaydi. Bugun ba'zi odamlar ChatGPTni o'ziga ustoz qilib olyapti. ChatGPTni xususiyatini aytaymi? ChatGPT har bir odamni o'ziga moslashadi. ChatGPT o'zini egasi yoqadigan gaplarni gapiradi. Chunki undan ma'lumot oladi faqat. Undan ma'lumotlarni olgan ChatGPT egasiga yoqadigan so'zlarni gapiradi. Shuning uchun musulmonlar idorasi fatvo hay'ati fatvo chiqardiki, diniy masalalarni ChatGPTdan so'rab o'tirmanglar. Men ChatGPT kelgan mahalda ochdim va diniy savollar berib ko'ryapman sanash uchun. Olib qochyapti. Men bilib turib so'rayapman bir savollarni, bilmayman demaydi, qarang uni. Olib qochyapti. Kim aytayapti, olib qochma deyapman. Sen adashasan desam, yo unda bunaqa bo'lsa kerak deb boshqa bir versiyani aytayapti. Lekin bilmayman demaydi. Mana shu ChatGPTni ko'rib ba'zi bir odamlar esimga tushdi. Bilmayman demay, biladigandek qilib sayraveradi-ku, xuddi shunaqa bunaqa. Shuning uchun internet ma'lumot bazasi bo'lishi mumkin, lekin ustoz bo'la olmaydi. Hatto kitobning o'zi ustoz bo'lmagandan keyin internet qayerdan ustoz bo'lishi mumkin? Agar kitobning o'zi yetarli bo'lganda edi, payg'ambarlarning soni 124 ming bo'lib, kitoblarning soni 4 ta bo'lmagan bo'lardi, do'stlar. Agar kitobning o'zi yetarli bo'lganda, ustoz kerak bo'lmaganda, eng yaxshi yo'l adashmaslik uchun o'zimiz va bolalarimizga, oilamizga, sizga oson bo'ladigan eng yaxshi yo'l nima qilsak bo'ladi adashmaslik uchun, bolalarimiz adashmaslik uchun? Ustozlarga, o'zimizni ustozlarga ergashiladi. Va ustozlar bitta bo'ladi. To'g'ri, hammani ustoz deysiz, lekin unga amal qiladigan, ergashadiganingiz bitta ustoz bo'lish kerak. Agar ergashadiganingiz ustoz ko'p bo'lsa, siz xatarli shaxsga aylanasiz. Adashishingiz oson bo'ladi. Bitta ustozni mahkam tuting, shayxingiz qabul qiling, unga ergashing. Dinni undan o'rganing.
Dinimiz 14 asrdan beri do'stlar mana shu yo'sinda davom etib kelyapti. Ustoz shogird an'anasi bilan. O'zimni ham, sizlarni ham hozirgi aytilgan gaplarga sidqidildan amal qilishlikka chaqirib qolaman. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu va sallama ala sayyidina va maulana Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillahi wa khairil asma fil ardi wa fis sama la yadhurru ma'a ismihi da. Allahumma ij'al fina barakatan wa afiyatan wa shifa. اللهم وفقنا لصالح الأعمال ونجنا من كل أهوال وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.